Ot. Ana Hasan Husanlarni qara. Yomon bir-biriga o'xshaydi. Ha, umuman ajratib bo'lmaydi. Hech qanaqa. Umuman o'xshamaymiz. To'g'rimi Husan? Ha, to'g'ri. Men sal chiroyliroqman. Men o'zimga o'xshayman. Egizaklar bunaqa gaplarni eshitib o'rganib ketgan bo'ladi. Lekin har doim ham seni kimgadir o'xshatishlari yoqavermas ekan. Aka qarang menga 8 ta manti, osh, 10 ta shashlik, qozon qovoq, norin, ko'za sho'rva, mastava, qaynatma sho'rva, lag'mon bilan keyin salat berasiz, xo'p? Uy, namuncha Hasan, mehmon keladimi? Yo'q, bitta o'zimga. Tezroq olib keling. Aha, xo'p. Ko'proq ovqat yesam semirib ketaman. Keyin umuman bir-birimizga o'xshamay qolamiz. Mayli, bir mazza qilar ekanmiz-da. Sen yemaysan, sen endi dieta qilishing kerak. Hasan tezroq bo'l, men kiyimingki ketdi. Bugundan boshlab men sen bilan bir xil kiyinmoqchi emasman. Tushundingmi? Qachok bo'lsam, umuman bir-birimizga o'xshamay qolamiz. Sen hozir xurrak yotib uxlab yotgan bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Aka, soch kalga oling. Nima Hasan, tinchlikmi? Ko'p gapirmang, oling. Xo'p. Ana bo'lar ekan-ku, endi Husan bilan 100% boshqa odammiz. Mayli, boya Husan ham kalga oldirib ketibdi. Aha. Hasan, tezroq bo'l. Xo'p, namuncha shoshirasan. Darsga kech qolamiz. Boshim og'riyapti Husan, men uyga ketdim. Dars bor-ku. O'zing amallab borasan. Har doim shunaqa qiladi. Aka-ukalar bitta sinfda o'qishi mumkinmi? Albatta, agar ular Hasan Husan bo'lsa. Tak, Ergashev Husan. Men. Yaxshi, Ergashev Hasan. Oppo. Man. Ha, malades. Bular umuman dars qoldirmaydi. Xayriyat, qutuldim. Aytgancha Hasan, ana u kitob nima bo'ldi? Ayrim Hasan Husanlarni faqatgina holidan ajratib olish mumkin. Husan, o'ziga indamagin-u, akan Hasan g'irt bizzelnikda. Men Hasanman. Voy, Husanni shunaqa demoqchi edim. Hazillashdim. Husanman. Qaysi birisan o'zi? Aytgancha o'xshamaydigan Hasan Husanlar ham bor. Qalaysan adash? Yaxshi. Hasan, bufetga boraylik. Ketdi. Hey. Hasan, nima aytgan vaqting kelmaysan? Ha, mayli, olib keldimi chiqar. Obbo, nimani? Oychim, jinnini yo'qman, men uni aytayapman. Ha? Hasan chekadimi? Menga umuman gapirma. Men nima qildim? Husanni aldab uyga jo'natib yuboraman, ikkalamiz aylanamiz deganding. Yo'q. Qara, bitta gap eshitganman-da, chiroyli qizlar o'zini yana ham chiroyli ko'rsatish uchun yonida xunuk dugonasini olib yurar ekan. Shu to'g'rimi? To'g'ri. Sani chiroyli dugonang qayerda? Yomon bo'ldi, ha? Hasanboy Terminator. Hasan, yana nima qilgansan? Bugun darsdan keyin esingda? Xotiram yomon, eslatib bor. Kontrda Lyubon yoraman deganing ketdikmi? Uchburchakli burchakning tashqi yuzasidagi konturmi? Bo'ldingmi? Hozir qanaqa yoqadi buni? Maktabimda. Husan, qarovor. Menmi? Ha, sen. Ha, menmi? Hasanmi, menmi? Ha, sen dedim-u. Kimni chaqiryapti o'zi? Ota-ona nima ism qo'ysa ekan deb bosh qotirib o'tirmaydigan, o'z ismi bilan tug'iladiganlar Hasan Husan bo'ladi. Hasan Husan bo'lishi o'ziga yarasha plus va minus tomonlari bor. Husan, qarzing qachon to'laysan, uka? Men Hasanman, aka. Quloqqa tepishingni qara. O'tgan safar Hasandan so'rasam, "Yo'q, men Husanman" dedilaring. Unaqa yosh bola qilmasa qarzing to'lab qo'y. Kelinglar aka. Odatda egizaklar bir xil kiyinishadi. Tabiiyki, bunday vaziyatda har xil muammolar bo'lishi aniq. Hasan? Ha, qaysi biri meniki? Bilmadim. Hidlab ko'r. Aha. O'sha sassig'i saniki. Ko'pchilik hattoki Hasan Husanlar bir xil tush ko'radi deb o'ylashadi. Lekin Husanning tushi Hammasi sizniki. yo'q. Hasanning tushi esa xarakter va odatlarimiz bunaqa. Isib ketdim. Oynani ochaylik. Yo'q, yop. Boshimni yuvganman. Hech bo'lmasa muzika eshitib ketaylik. Qo'yi, shovqin umuman yoqmaydi. Lekin egizaklarning bittasiga nimadir bo'lsa, ikkinchisiga sezilishi bor gap. Alo. Ey, allergiyam bor-ku, nima yeyapsan? Ochapat. Yo'q, shu narsa yeganim yo'q. Ey, aldama, hamma joyim qisiyapti-yu. Qalay bo'lar ekan? Agar yana bir marta asabimga tegsang, hozir dovut chep turib orqasidan suv ichaman, keyin ko'ramiz ahvolingni.
Qoplasanda bo'lmasa o'zim bilardim. Bo'pti, boshqa narsadan sport o'ynaymiz. Meni yutsang, aka deb chaqiraman. Xo'p, nimadan? Yugurishdan. Hasan Husan bo'lishi zo'r tomonlardan biri bizda ko'pchilik ajrata olmaydi va bundan kerakli paytda foydalansa bo'ladi. Vнимание! Changimda qolib ketasan hali. Men kim bo'lganman? Bo'lishi mumkin emas. Bu safar to'yishda birinchi keldim. Toshbaqamisan, tezlash. Bo'ldi, yutqizdim. Yedingmi? Ye. Bo'pti, senga bitta sir ochaman. Hasan, Sen Hasan Husan O'xshashligimizdan boshqachasiga foydalanmasa-da. Voy Hasan, ukang qayerda? ha, nima gaping bor edi? Ishim bor edi, chaqirib bor. Uxlayotgandi. Menga aytur. Bo'lmasa mashqatni berib qo'ygan. Uchrashuvmish. Kutib qolmadingmi? Voy Husan keldingmi? Bu mengami? Voy yuzingga narsa tegdi, hozir. Voy. Voy, sen hali Hasanmisan? Hali sen meni aldab yuruvdingmi? Borga qol. Ho Hasan, nima? Ne Ezozani xafa qilding? Bor boshimni qotirma. Ma'mun yonidagi senga tushundingmi? Ma'mun demoqchimisan? Hasan! Oh, Husan! ho. Tez kiyininglar, bozorga borib kelamiz. Oyim Hasan Husanlar har doim bir xil kiyinish kerak deydilar. Lekin bizni dedimiz. Bunda seriozliroq kostyum ham klassik narsalar olaylik. Undan ko'ra sportivniy narsalar olaylik. Shuncha o'zingni ehtiyot qilib yurasan, lekin bu ahvol. Yetishli mazza bo'lmayaptimi? Yo'q, menimcha Husanning mazasi bo'lmayapti-da. Menga seziladi-da. Bo'pti, men uyga ketdim-a. Ko'pchilik bir-birimizdan farqlanmaydi. Voy, Hasan akammi? Hasan aka! Hasan aka! Menga qarang. Tinchlikmi? Ne chaqirsam qaramaysiz? Yo'q, men u emas. Men u. Hasan aka, jinni bo'lmang. Nega kecha telefon qilsam ko'tarmadingiz? Yo'q, siz meni tushunmadingiz. Men aytmoqchi bo'lganim ana haligi. O'zingiz oqlamang. Voy, nima chizib olgansiz? Qo'lingizni oling, indamasa. Sizdan kutmagandim. Bevafo. Ha? Singlimiz sen xafa qildingmi? Bu yoqqa chiq. To'xtanglar. Sizlar adashyapsizlar. Men Hasanman. Yaxshi. Men Odilman. Oyi, o'qishga kirdim. Voy, zo'r-ku. Husanchi? Yo'q, u kirolmadi. Unda sen ham o'qimaysan. Hech qachon bitta o'zingni o'ylashga haqqing yo'q. Hamma narsaga baravar erishishing kerak. Sen kel tovuqlarni ushlashga yordam berib yubor. O'zing ishuvur. Men sendan kattaman. Katta bo'lsang 5 minut kattasan. Sen qarab tur hali. Hasan menga ham to'lab yubor. O'zing to'la kerak bo'lsa. Voy, u odamlarning akasi mashina olib beryapti. To'lasang nima qilib mendan kattasan-u? Katta bo'lsam bor yo'g'i 5 minutga kattaman. Uydagilar hatto to'yimizni ham birga qilmoqchi bo'lishadi. Oyim esa har doim bizga opa-singillarni topgan. Ularning hammasi bizga o'xshagan egizak, ya'ni Fotima va Zuhralar. Albatta Fotima Zuhraga uylanishimiz shartmi? Sal semizroq emasmi? Qo'ylarmi bor?